Jin ursin ularni. Bitta ishni eplay olmay chetga qarab jo'nab qolishdi. Shabnamga xabar yuborishgani va qiz tirik qolib hammasini otasiga aytib qo'yishidan qo'rqib turgandi Ahror. Aka, bir kun bu qilig'ingiz fosh bo'lishi kundek ravshan edi-ku. Eng so'nggi ishlab chiqarilgan qimmat sigaretini asta-sekin tutatarkan, ma'noli nigohlarini akasiga qaratdi Zarif. Jigarim bo'la turib sen meni qo'llamayapsan-ku. 7 yot begonalarga ishongan men ahmoq. Juda to'g'ri, ahmoqsiz. Bularni ancha oldin o'ylashingiz kerak edi. Qiz o'ziga kelganiga necha kun bo'ldi aytingchi? Mayli, bu ham emas. Aqalli shifoxonadan chiqib ulgurganini ham eshitgandirsiz. Qo'li falajligini-chi? Shunday qaltis topshiriqni o'sha ho'kizlarga topshirgansiz, ahmoqsiz chindan. Shuni tan olyapsiz, ofarin. Tishlari orasidan vishilladi Zarif. Ehe, mendan oldin hammasini tahlil qilib qo'ydim degin hali. Vaqti kelsa, gullab ham qo'yarsan balki. Bo'lishi mumkin. Bir tukur qilt ham etmadi Zarifni. Shunday degin, ammo bir narsani unutgan ko'rinasan. Bizdan alohida bo'lib, o'zing uy olib chiqib ketganingni sababiga qiziqishlar balki ota-onamiz. Har kecha ishratxonalarga borib, fahshga botib ketganingni bilmaydi deb o'ylaysan. Haddingizdan oshmang, aka. Men fahshga botgan bo'lsam ham hali hech kimni joniga suiqasd uyushtirmaganman. Kutilmaganda Ahror ukasiga musht tushirib yuborganidan davom etolmadi Zarif. Seni ham mendan kam joying yo'q, uka. Bir yosh qizni uyingga olib borib zo'rlab o'lgandan battar qilganingni bilmaydi deb o'ylaysanmi? Buni ham rad etasanmi? Jahli chiqqani qizargan yuzi, mushtlangan qo'lidan yaqqol bilinardi. O'zi xohlagan, men ham bajarganman. Xunuk irjaydi Zarif. O'zingga mahkam bo'lasan, Zarif. Shuni esingdan chiqarma. Endi esa ket. Aks holda seni bir narsa qilib qo'yishdan o'zimni tutolmay qolaman. Yo'qol. Eshikni zarb bilan urib chiqib ketarkan o'ylab qoldi Zarif. Men o'ylaganimdan ham ko'prog'ini bilarkan meni hayotimni akam. Boshqa bir narsa o'ylashim kerak. Haddingizdan oshmang, aka. Men fahshga botgan bo'lsam ham hali hech kimni joniga suiqasd uyushtirmaganman. Kutilmaganda Ahror ukasiga musht tushirib yuborganidan davom etolmadi Zarif. Seni ham mendan kam joying yo'q, uka. Bir yosh qizni uyingga olib borib zo'rlab o'lgandan battar qilganingni bilmaydi deb o'ylaysanmi? Buni ham rad etasanmi? Jahli chiqqani qizargan yuzi, mushtlangan qo'lidan yaqqol bilinardi. O'zi xohlagan, men ham bajarganman. Xunuk irjaydi Zarif. O'zingga mahkam bo'lasan, Zarif. Shuni esingdan chiqarma. Endi esa ket. Aks holda seni bir narsa qilib qo'yishdan o'zimni tutolmay qolaman. Yo'qol. Eshikni zarb bilan urib chiqib ketarkan o'ylab qoldi Zarif. Men o'ylaganimdan ham ko'prog'ini bilar ekan meni hayotimni akam. Boshqa bir narsa o'ylashim kerak. Shifoxonada zerikyapman deganding. Endi ancha tuzukmisan, Shabnam? Shukr, yaxshiman, Noram. Uyga kelib anchadan tinchlandim. Massajlar ham yaxshi ta'sir qilyapti. Juda xursandman. Xolam ham siqilib yurgandilar. Ha, onamni kelganimdagi xursandchiligini ko'rsang edi. Yig'lab yubordim. Bo'ldi, o'ylama. Endi bu yog'iga o'zingni asrashing kerak. Ha, shunday. Aytgancha shifokoring kelmadi-ku, muolaja vaqti bo'ldi. Undan darak yo'q. Ensa qotirib qo'ydi Nora. Unday dema, Nora. Hozir kelib qolsa kerak. Qizim, pastga tushinglar, shifokoring keldi. Eshikdan hovliqib kirgan Shahlo xola gapini gapirib xuddi shunday chiqib ketdi. Xo'p, oya. Hozir chiqamiz, xolajon. Bo'rini yo'qlasang qulog'i ko'rinar. Miriqib kuldi Nora. Telbasan, telba. Bu nima gap bo'ldi endi? Shabnam ham kulib yubordi. Tezroq chiqaylik. Shifokorim kutishni yomon ko'radi. Yo tavba, hali 5 qo'limdek bilib oldim ham degin. Qoshlarini xiyol chimirdi Nora. Ko'p gapirma, yur tez. Asosan mana shu tovarlarni bozori chaqqon Jamil Jalilovich. Demak, sifati a'lo darajada. Sotilmayotgan tovarlarni sifatini tekshiring. Agar talabga javob bermasa, o'zingiz bilasiz nima qilishni. Jamil Jalilovich,
Majlis bo'layotganda bezovta qilmang deganman, Laylo. Kechiring, ammo bir qiz sizni so'rab xolijonimga qo'ymadi. Chiqmasa hozir o'zim kiraman deb turib oldi. Majlis tugay deb qoldi, hozir chiqaman. Kabinetimga borib kutsin. Xo'p bo'ladi. Chalg'imaymiz. Noqulayliklar uchun uzr do'stlar. Bu masalani batafsil ertaga yana ko'rib chiqamiz. Hozircha chiqishingiz mumkin. Ichkaridami, Laylo? Ha, Bazor ko'ndi rosa injiq ekan. Mayli, siz ishingizni qilavering. Assalomu alaykum. Qiz mayin jilmaydi. Sen? Voy aka, kutmaganmidingiz? Arazlaganday lab burdi Zulfuzar. Yo'q, unga emas, shunchaki majlisimni buzgan zo'ravon kim ekan deb qiziqdim. Singlingizni o'jar zo'ravonligini bilmasmidingiz? Hozircha ha, qo'ysangizchi aka, ovoz chiqarib kuldi Zulfuzar. Biroz muddat so'rashgandan so'ng Zulfuzar maqsadga o'tdi. Aka, sizga bir gapni aytishim kerak. Qanday? Uyga borgandim, oyimdan akam qachon keladi deb so'rasam, kechroq keladi dedilar. Kechgacha kutolmasdim sizni. Kuyovingiz tez qaytishimni tayinlagan aka. Akajon, biroz muddat aytsammikin, aytmasammikin deb o'ylab qoldim. Lekin oxiri hammasini aytishga qaror qildim. Gapida davom etdi. Kuyovingiz ichib keladigan, haligi qizlar bilan yuradigan bo'lib qolganmi? Nima sabab bo'ldi bunday o'ylanishingga? Kiyimlaridan har xil soch tolalarini topdim. Yana bir emas, bir necha marta. Keyin har kuni kelganlarida kiyimlaridan qizlarning atirini hidi anqib turadi. Oyimga aytdim, siqilma, ayol kishi kuchli bo'lish kerak, eriga e'tiborli bo'lish kerak deya yaxshi nasihat berdilar. Salima xola akangga aytib ko'rma, kuyovni bir joyini mayib qilib qo'ymasin deganiga qaramay ichidagini to'kdi qiz. Ammo akajon, shu kuyovingizni o'zingiz bir tartibga chaqirib qo'ya qoling. Yig'lama, yoshlaringni art, siqilish mumkin emas bu holingda. Seni ko'zingdan yosh oqizishga men qarab tura olmayman. Sen xohlaganingdek kuyov bilan gaplashib qo'yaman. Ancha yengil tortdim, meni xursand qildingiz akajon. Senga xursandchilik yarashadi. Bir dona singlimni istagini bajarmasam qanday aka bo'ldim? Baribir ham bu yaxshiligingizni unutmayman. Mayli, endi tur. Bironta maddoxonaga boraylik. Tushlik vaqti bo'libdi. Quvvat kerak senga. Xo'p bo'ladi. Istasang ha. Sen qiz aqldan ozibsan. Bunga necha oylar bo'ldi? Ya'ni xiyol qoshini chimirib qo'ydi Nora. Avtohalokat ro'y berganidan beri halovatim yo'qolgan. 2 kun oldin biroz sayr qilish va qo'rquvimni yengish uchun dadamdan yashirincha mashina haydab chiqmoqchi edim. Rulga qo'limni qo'yganimni bilaman. Qiz davom etgani sayin tobora titrab borganidan oxirini gapira olmadi. Bo'ldi, gapirma. Unut u voqeani. Shunday dedi-yu, dugonasiga ma'yus termilib, asta quchoqlab oldi Nora. Unutib bo'lar ekanmi? Achchiq kuldi Shabnam. Tuzaladi qo'lim deya umid qilayotganimda kichkina barmog'im qimirlaganda ichimga sig'may ketgandim. Keyinchalik mana ko'rib turibsan, o'zgarish yo'q. Dardini bergan shifosini ham beradi. Sen faqat sabr qil, dugonajon. Tanasi boshqa dard bilmas deya gaplarimni yaqin olmassan. Lekin sen ahvolingni tushunib turibman, bilib turibman. Bir tomchi achchiq ko'z yoshi nozik yuziga sirg'alab tusha boshladi Noraning. Seni ham qiynab yubordim. Bu yerga biroz chalg'iyman deb kelganding, Noram. Shuni ham ko'p ko'rdim senga. Unday dema, keraksiz narsalarni eslamaylik. Menga yaxshisi ko'ylak tanlashda ko'maklashib yubor. Mungli boqdi qiz. Albatta, axir shuning uchun keldim-ku sen bilan. Jamil, balki menga quloq solarsan. Hujjatlarga berilib ketganimdan e'tiborsizlik tuyulgan bo'lsam kechir, qulog'im senda. Haligi Ahror va anavi chet elga qochib ketgan ifloslarning ishi nima bo'ldi? Ahrorni o'zim tinchitaman deganding, rostdan ham o'ldirdingmi? Safar va G'olib degan sherigi nomini va pasportini o'zgartirib ketgan ekan chetga. Topish qiyin bo'ldi-ku, ammo uddaladik.
Ahror iflosni tishlari shu tobda alamdan g'ijirlab ketdi. Uni o'ldirmadim. Shabnamga nimani ravo ko'rgan bo'lsa, men ham shuni unga ravo ko'rdim. Avtohalokat uyushtirdingmi? Yo'q, men u kabi pastkash emasman. Avval rosa qiynoqlab, keyin butun tanasini falaj qiladigan dorini majburlab ichirdim. Demak, uni ahvoli butunlay falaj bo'lib qoldi. Do'stining gapini mamnun tugatib qo'ydi Jamil. Pishiqsan, Jamil, pishiqsan. Xonani Hamidning kulgusi tutdi. Bu ham asli kamonga. Shabnamni hozirgi ahvolini bilasanmi? Kundan kunga so'lib boryapti. Qo'li tuzalishiga umid qila boshlaganda. Shu so'zlardan so'ng xonani sukut egallagandi. Shifoxonadan uyga kelishganidan bir kun o'tib, avtohalokatda telefonini singanini eshitgan Shabnamning begona raqamdan kelgan xabar yodiga tushdi. Vaholanki, buni birinchilardan bo'lib Jamilga aytgandi. Xo'sh, endi Safar va sherigini nima qilmoqchisan? Meni bilmabsan, Hamid. Haqiqatni tan olishgunigacha ona sutlarini og'ziga keltiraman. Ikkisini ham. Yaqinda sud ishi ko'riladi. Suiqasd qilganlarini badalini to'latirmasdan qo'ymayman. Ularni joyi qamoqxonada degin, xuddi shunday. Xudo tomon to'yni tezlashtiramiz deyapti dadasi. Ma'qul, ammo qizing ko'narmikan? Bo'ladigan to'yni bo'lgani yaxshi. O'zim tushuntirib ko'raman unga. Yaxshi, xo'rsinib qo'ydi Ahtam amaki. Kelganimizga yarim soat bo'ldi. Nega jimsan, Shabnam? Yoki men bilan gaplashishni xohlamayapsanmi? Yo'q, noto'g'ri tushunmang. Shu kunlarda umuman kayfiyatim yo'q o'zi. Senga necha bor aytdim umidingni uzma deb. Yana shu ahvol. Qara, rangingda rang qolmabdi. Nega harakat qilmaysan? Kuyib pishib gapirganidan ovozi balandlaganini sezmay qoldi Jamil. Hammaning topib olgan gapi shu. Nega kurashmaysan? Nega harakat qilmaysan? Bo'ldi, yetar. Umid bo'lsa harakat qilaman-da. Hozir meni ichimdan o'tayotganlarni sizlar qayerdan ham bilardingiz? Bir qo'li yo'q odamdayman go'yo. Sevgi muhabbatiga o't tushsin iflos Ahrorni. Telba u, telba. Telba bo'lmasa sevarmidi? Bu gaplarni eshitib turgan yigitning oxirgacha tinglashga sabri yetmadi. Qizni qo'lidan ushlab shunday tortdiki, Shabnam yigitning quchog'ida turib nima bo'lganini his qilmay qoldi. Men bor ekanman, bundan buyon senga hech kim va hech narsa ziyon yetkaza olmaydi. Ahrorni esa qaytib tilingga ham olma. Tilingda so'zlash u yoqda tursin, agar xayolingda ham uni yodga olsang, o'zim kafilman, qayta uni eslay olmaydigan bo'lasan. Tahdidmi bu? Xiyol jilmayarkan yigitdan uzoqlashmasdi dedi. Tahdidlaringiz o'zingizga buyursin. Yigitdan uzoqlashaman dedi-yu, negadir o'zini ortga olishga nimadir to'siqlik qilayotgandek go'yo. Nima deb tushunsang, meni jahlimni chiqarma. Natijasi yomon bo'ladi. Sirli jilmayib qo'yarkan, endi esa asosiy gapga o'tsam. To'yni tezlashtiramiz. Buncha tipirchilading, qo'yib yuboring. Xohlaganimni qilaman. Men oldimda kamroq anavi iflosni gapirish kerak edi. Shunday deya qizning belidan yanada qattiqroq qisib o'ziga tortdi Jamil. Og'rityapsiz, qo'yib yuboring. Hech qachon. Shunaqami? O'zingizdan ko'ring. Ay, bu nimasi? Yovvoyi, aqldan ozdingizmi? Qiz Jamilni qo'lidan tepa qismini qattiq tishlab uzoqlashib olgandi. Men ogohlantirgandim. Qoshini uchirib qo'ydi qiz. Sen hali shoshmay tur, qo'limga tushasan-ku. Sen nega to'yni tezlashadi desam gapni burding? Gapni burmadim. Mayli, qo'yaver. Senga o'zim aytishni xohlagandim. Endi esa ketaylik, ishlarim bor. Seni tashlab qo'yaman. Ertaga Hamidlarning to'yiga birga ketamiz. Xo'p, albatta. To'yni tezlashtirish hali kerakmasdir? Qo'liga ishora qildi. Tashvishlanma. Malakali shifokorlar topib qo'ydim. Balki tezroq tuzalib ketar qo'ling. Aytganingiz kelsin. Shabnam shundan so'ng qarshilik bildirishga ilojsiz qoldi. Har narsa o'z vaqtini kutadi. Na gul vaqtidan avval ochiladi, na quyosh vaqtidan erta chiqadi. Kutgin,
Seniki bo'lgan narsa albatta senga keladi. Jaloliddin Rumiy. G'am-tashvishlardan uzoqda, xursandchilik bilan yaqin bo'lgan, uzoq va sabrsizlik bilan kutilgan to'y ham o'tdi. Barcha xursand, barcha mamnun. To'yda kelin-kuyov bo'lmish Hamid va Gulnora bir-birlariga uzukka ko'z qo'ygandek mos ediki, havas ham, hasad ham qiladiganlar topildi. Xonada yolg'iz qolgan kelin-kuyov biroz jimib qolishdi. Birinchi nikoh kechalari tabiiyki hayajondan bir so'z ham topa olmay qolishdi. Noram, borlig'im, nihoyat senga erishdim. Qizning peshonasidan o'pib qo'yarkan, xonadagi sukutni o'zi buzishni xohlagandi. Hamidning haroratini o'zida his qilgan Noraning bir so'z deyishga tili bormasdi. Bilaman, hayajonlanyapsan, ammo bu ish bir kun kelib bo'lishini ikkimiz ham bilardik. Gapirish barobarida xotinini mahkam qucharkan, yuzlaridan o'pib, nigohi qizning qirmizi lablariga tushganda yigitning. Seni sevaman, borlig'im bilan. Axiri qizning qirmizi lablariga o'zining qaynoq haroratli lablarini bosdi. Tinmay davom etar ekan, qiz yutoqib nafas ola boshladi. Haligi o'zini arang yigitdan uzoqlashtirarkan, nima deyishni bilmay qoldi. Nima bu? Qizning bir tutam sochini qulog'ining ortiga olib qo'yarkan, so'zsiz tikildi Hamid. Suv ichmoqchiman, suv. Albatta shu yerda bor, ichaver. Darhol o'rnidan turib tokchani oldiga borarkan, o'zi xohlamasa ham majburan suvni ichdi qiz. Hadik, qo'rquv, hayajon aralash biroz sekin ichardi suvni. Ortidan kelib quchgan baquvvat qo'llaridan biroz seskanib ketdi. Gulnora, bilaman qo'rqyapsan, ammo menga ishon. O'zingni bo'sh tut. Men hech qachon senga ziyon yetkazadigan ishga qo'l urmayman. Shunchaki menga chin dildan ishon, xo'pmi? Bu gaplardan so'ng qiz biroz tinchlanib, o'zini jufti haloliga topshirdi. Dugonasini chin uyiga ko'zida yosh ila kuzatib qaytib kelgan Shabnam yarim tun bo'libdi hamki uxlay olmagandi. Hislariga o'zi ham tushunmayotgandek, negadir Jamilga nisbatan tuyg'ulari soxtadek. Shu paytda o'zini yomon ko'rib ketdi. O'ziga g'amxo'rlik qilib, bor vujudi bilan sevgan insoniga nisbatan ilimagani uchun o'zidan nafratlanib ketdi. Yana shu kabi o'ylar bilan qanday uxlab qolganini ham sezmay qoldi. Qo'lingni bahona qilib to'yni ortga surding. Mana shukur, qo'ling ham o'z holiga qaytib qoldi ancha. Unashtiruv marosimiga ham bir necha soat qoldi. Gulnora qachon kelarkan? Ko'zlarida yosh mavjlanar ekan, bu yoshlar shodlik ko'z yoshlari edi Shahlo xolaning. Gulnora hozir kelib qolsa kerak. Telefonda hozirgina gaplashdik. O'zim ham ichimga sig'may ketyapman, oyi. Qo'limni o'z holiga qaytishini qancha intizorlik bilan kutdim. Qolaversa, bir oyga kechikdi xolos shu to'yim. Derazadan tashqariga ma'yus boqarkan, mayda qor yog'ishini kuzatib turish xush yoqayotgandi qizga. Bu bilan nima demoqchisan? Hech narsa. Yigitda ko'ngling yo'qmi, Shabnam? To'satdan berilgan qaltis savolga birpas nima deb aytishni o'ylab qoldi. Bu gapni qayerdan oldingiz? Ko'zlaringdan. Tiling boshqa, diling boshqa seni. Qo'ysangizchi oyi. Boshida sizga o'zim aytganman-ku, shu yigitni yoqtiraman deb. Negadir bu to'yni xohlamayotgandaysan. Unday emas, oyijon. To'yni kechiktirganim sababini yaxshi bilasiz-ku. Nogiron qo'lim bilan kelin bo'lishni xohlamagandim. Shu sabab bo'lmasa, men yo'q deb turib olmasdim, tushuning, oyi. Aytganingdek bo'lgan deb umid qilaman. Senga ishondim. Endi esa pastga tushaylik. Yordamchilar oshxonada pishir-kuydir bilan band. Unashtiruvingga ancha odamlar taklif qilingan. Kamchiliklarsiz a'lo darajada o'tish kerak. Ko'ylaging tayyormi? Qaynonang bergan o'sha oppoq nafis ko'ylakni kiy. Odati shunday ekan ularni. Xo'p, oyijon, kiyaman. Ammo biroz keng ekan ko'ylak. Yaxshi-ku, qomatingni ko'rsatib turmasin.
Kuyov qattiq gapirmasin deb kengrog'ini olgandir-da qudam. Xullas, aytganlarimni qilib pastga tush. Ishlar ko'p, men ketdim. Xo'p, oyijon. Bu qizni qarang-a, nima kiysa yarashadi? Kira solib dugonasini quchib oldi Nora. Tinchmisan, Noram? Sog'intirding-ku. Aksiga olib o'qishga ham kelmayapsan. Bir o'zim zerikib ketdim. Kelin bo'lib tushganimga 1 oy bo'ldi. Hali beri o'qishga yubormoqchi emaslar bek akasi. Ensa qotirib qo'yarkan, gapida davom etdi. Qo'ling tuzukmi? Rostdan qiynalmasdan ishlatyapsanmi? O'zing ko'r, deya Shabnam asta o'ng qo'li bilan Norani qo'llaridan tutdi. Uddalashingga ishonardim. Ham quvonch, ham hayajondan ichiga sig'may ketdi Nora. Juda xursand qilding, ich-ichidan quvondi. Vaqt ham bo'libdi, yur pastga tushamiz. Hademay, qudalar kelib qolishadi. Keyinroq yana bafurcha gaplashamiz. Ha, tezroq tushaylik. Ketdik. Ko'ylak yarashibdi. Ohistalik bilan uzukni Shabnamning qo'liga taqarkan, endi butunlay menikisan deya qulog'iga shivirlab qo'ydi qizning. Odamlar qarshisida uyatdan o'lsin deysizmi? O'zini yigitdan uzoqlashtirarkan lab burib qo'ydi qiz. Fikrlaring ham o'zingdek antiqa-ya, axir biz unashtirildik. Shunday, biroz uzoqroq turing, hammani ko'zi bizda. Noqulay bo'lyapman. Bunday qilsamchi? Bir deganda qizni belidan tortib o'ziga mahkamladi Jamil. Bu nimasi? Jim bo'lmasang, bundanda yaxshiroq taklif bor. Ayyorona jilmaydi. Indamadim. Juda aqllisan-da, xotinjon. Unashtiruv tugashiga oz qoldi. Charchab qolyapman. Uyga ketaylik. Bilinib turgan qorniga ishora qildi Zulfizar. Nima desang shu, oyoqlaring ham ishib qolibdi. Vujudimda bir emas, 2 egzaklarni his qilyapman axir. Oyoqlarim ishishi tabiiy. Menga suyanib ol unda. Akanglarga yana bir bor tabrigimizni izhor qilib ketamiz. Xo'p. Zuli, nega turdingiz, yaxshimisan? Homilador singlisidan xavotir oldi Jamil. Unashtiruv ham tugay deb qoldi. Biz ketsak degandim, aka. Ahvolimni bilasiz. Samimiy boqdi Zulfizar. Biroz toliqib qoldi Zulfizar. Endi dam olsa tezroq degandim, Jamil. Baxtiyor qaynakasi bilan teng bo'lganiga bir-birlarini ismi bilan chaqirishardi. Xo'p, albatta, mendan biron xizmat bormi? Yo'q, rahmat. Xayrlashmoqchi edik. Yetib oldingizki, qo'ng'iroq qilinglar. Albatta, akajon, yana bir bor tabriklayman sizlarni, kelinoyi, aka. Yaxshi qolinglar. Anchadan beri aka-singillarning suhbatiga qo'shilmay turgan Shabnamni Jamilning tortishi darrovgina javob qaytarishiga sabab bo'ldi. Rahmat, Zulfizarxon, yaxshi yetib olinglar. Xo'p, xayoling qayerda boyadan beri? Sizda. Onasi doim shunday savol bersa aytadigan javobini Jamilga aytib qo'yadigandan biroz xijolat tortdi. Rostdanmi? Yoningda turibman-ku o'zi. Xayolparastcham? Qitmirlik qilish navbati ayni damda Jamilda edi. Oyim chaqiryapti. Nima deyishni bilmay turgan Shabnamga onasining ishora orqali chaqirishi najot farishtasidek tuyuldi. Yigitning oldidan qushdek uchib bordi go'yo. 3 kundan so'ng. Titrayapsan Shabnam? O'ylaymanki, sovuqdan emas. Bilib turibsan-ku, Nora, hayajondanyapman. Bo'ldi, arazlama, hozir kuyov keladi. Nega kulyapsan? Yuzimga biror narsa bo'libdimi? Hech narsa bo'lmagan yuzingga, shunchaki ilk nikoh kechamda sendek suvga tushgan mushukdek tentirab qolganim esimga tushdi. Biroz avval ovozsiz kulayotgan qiz birdaniga kulib yubordi. Jim bo'l, jim, tentak. Birov o'laman desa, bu kulaman deydi-ya. Kulib bo'ldim. Qolaversa, qo'rqma, o'lmaysan. Shunchaki, bo'ldi, gapirma. Shunaqa dugonang bo'lsa, dushmanni ham keragi yo'q. Ensa qotirib qo'ydi Shabnam. Jonim, dugonam, hammasi hazil-ku. Biroz kayfiyatingni ko'taray degandim. Men ketishim kerak edi. Hamidim kutib qoldi. Senga esa shiringina baxt tilayman. Asta qizning peshonasidan o'pib chiqib ketdi Nora.
Birozdan so'ng kirib kelgan Jamilga kelin salom solarkan, butun vujudini titroq bosgandi qizning. Baxtimiz to'kis bo'lsin. Qizning peshonasidan o'parkan, bir deganda o'ziga tortib mahkam quchoqladi Jamil. Buncha titrading quyoncham.